shu. Okeylar, O'zbek avto hayron qoldirishda davom etadi. Yomg'irda ham chin bilmasa qasa Abdulaziz deyishini mumkin. Shu yo'ng'isimizni sirajib ko'rsataman, ya'ni Basten. Bunimiz qanaqa holatda ishlamoqda, qanaqa holatda qurilmoqda. Buning ustiga eng qizig'i Stianka ham quriladi. Birda bir ko'rib turasizlar. O'zbek avtoga hali ham obuna bo'lmadingiz. Shu yomg'irda o'libganligim uchun bitta obuna bo'lib, bitta like'ingizni ayamaysiz. Okeylar, bu joyimizni Qurutga tutamiz. Ya'ni assalomu alaykum. Usmonjon akam bo'ladilar. Usmonjon akam taniganlar bo'lsa kerak. Bu basseynimizga qisqa ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Bu basseynimiz uzunasi 15 metr, enigi 6 metr. Chuqurligi 2,40. Hop, suv hajmi 200 kubaga moslangan. Bu basseynimiz Pajarniy komandaga. Ichkasida ham bor. Hop. Demak, ideti bir maksimalni 10 yil, 20 yil garantiyasi. 40 yilga. 40 yilga garantiyasi bor. Gap. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, Usmonjon akamga bog'lanasiz. Shu chiqqan telefon raqamlariga bog'laning. O'zbek avtoga obuna bo'lmadingiz, obuna bo'ling va O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati mavjud. Sog' bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom eting. Hali obuna bo'lmaganlar, uylar bizning kanalimizga obuna bo'ling.